Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi, astagfirullah, laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim. Dar haqiqat biz insonni eng go'zal shakl shamoilda yaratdik. Eng go'zal shakl shamoilda. Mana shu shakl shamoilimizni go'zal ekanligini kim aytayapti? Robbimiz subhanahu va taolo. Inson shakli go'zal, o'ziga juda ham mutanosib. Mana siz bilan bizga Alloh taolo bergan mana jasadimizdagi ayrim a'zolarni Alloh taolo qanday ato qilib qo'yganligini, ularga qanday bir xususiyatni ato qilganligini, berganligini bir ko'rib chiqaylik. Ikki ko'z. Alloh taolo aytadi: "Alam naj'allahu aynayn." Biz unga axir ikki ko'zni ato qilmadikmi? Nimaga bitta emas? Nimaga ikkita? Agar ikkita ko'z bo'lsa 3 ta narsa ko'riladi, agar bitta ko'zda bo'lsa faqat ikkita narsa ko'riladi. Uzunlikni endi chuqurlikni ko'rish uchun ikkinchi ko'z ham ishlashligi kerak. Alloh subhanahu va taoloning san'ati. Mana shu qo'limizda ignaga ipni o'tkazayotgan paytimizda bitta ko'z yumib olaylik-da. Oson o'tkazamikimiz? Ochganda boshqacha. Ikkita ko'z. Qarang, mana insonni barmog'ining uchida 40 ga yaqin chiziq iz bo'ladi. Kriminalistikada barmoq izlari. Insonni barmog'ida 40 ta iz bo'lar ekan, lekin ko'zida 256 ta iz bo'lar ekan. Shuning uchun ko'z bilan biror bir shifrlarga seyflarni shifrovat qilishlik, qandaydir kodlarni qo'yishlik mana shu ishonchliroq ekan barmoq izidan ko'ra. Qayerda? Ko'zda. Miyaga keladigan asosiy ma'lumot birodarlar ko'z orqali bo'ladi. Ko'z orqali miyaga shunaqa bir katta miqdordagi, hajmdagi ma'lumot o'tadiki, bizning tilda informatsiya. U qancha miqdorda ekan degan savol bo'lsa, taqqoslash uchun misol aytamiz. Bitta katta shaharning provayderi o'zining simidan shahar ahliga o'tkazib berayotgan internetni hajmiga miqdoriga taqqoslasa bo'ladi. Bu juda ham katta ma'lumot. Juda ham katta ma'lumot. 1 sekundda insonning ko'zi 50 ta narsaga qarab idrok qilishga o'rgatgan. 1 sekundda 50 ta narsaga qaray oladi. 1 minutda 17 marta ko'z ochib yumiladi, bir kunda 14200 marta, 1 yiliga 5.200.000 marta. Agar yiliga 5.200.000 marta bo'ladigan bo'lsa, o'rtacha 70 yil yashagan odam 360 million marta ko'zini ochib yumadi. Lekin biror marta charchaganini his qilganmisizlar? Ko'z nimaga ochib yumiladi? Ko'z qurib qolmasligi uchun. Bilasizlarmi, kipriklarning ishi nima? Kiprikning ishi dvornik. Laboyda dvornikda bunday atib turadi-ku. Dvornik atib turadi. Xuddi shu changni boshqa narsani tozalab turadi. O'ylab ham qo'ymaymiz. O'ylab ham qo'ymaymiz bunaqa ne'matligini. Ko'z qurib qoladi agar ko'z ochib bo'lib turmasa. Va bu ko'z sizni boshqarishingizga muhtoj emas. Qo'lingizga buyursangiz bir narsa qiladi. Oyog'ingizga buyursangiz yuradi, ammo qovoq, mana shu ko'z o'zini shunday ochib yumadiki, sizdan so'ramaydi, charchamaydi ham. Bir xatar o'tdi, ko'z shat yumilaveradi. O'ylab ko'rganmizmi Alloh taoloning bu atosini? Qadru ne'mati inda zavol. Ne'matning qadri qachon bilinadi? Zavolga uchraganida, ya'ni yo'q bo'lgandan keyin ina bilasiz. Soch. Alloh azza va jalla insonga husn qilib, ziynat qilib sochni ato qildi. O'rtacha hisobda bitta boshda 300 mingga yaqin soch tolasi bo'ladi. Agar o'shuncha bo'lmaganda biroda to'kilib ketardi soch. Endi har bitta soch tolasining tagida tomir bor. Poylari o'sishiga, rangiga va boshqa narsasiga javob beradi. Endi Alloh taolaning hikmatini ko'ringki, bu soch tolalarida nima yo'q? Og'riqni his qilishlik yo'q. Tasavvur qilinglar birodarlar, sochimizda yoki tirnog'imizda og'riqni his qilishlik, nervlari bo'lganida soch oldirishlik qayerda bo'lar edi? Operatsion stolda bo'lar edi. Har safar sochni oldirgani borganda narkozni hiydatib, hushimizdan ketkizib, sochimizni olib chiqarishadi. Burun. Insonda ikkita a'zo o'lguchi o'sar ekan, quloq bilan burun. Mana Alloh azza va jalla burunni shunday bir mo'jiza qilib beradiki, o'pkaga kiradigan havoni issiq bo'lsa, sovutib kirgizadi. Agar tashqaridagi havo sovuq bo'lsa, isitib kirgizadi. Alloh azza va jallaning in'omi. Burunning ichida 10 milliondan ortiq nerv bor. Yosh sayin mana shu narsa kamayib boradi. Odamning burni 10 mingga yaqin hidni ajratib olar ekan. 10 ming. Laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim
Darhaqiqat biz insonni eng go'zal suratda yaratdik. Ikkita quloq. Mana birodarlar, nima uchun bitta emas? Agar quloq bitta bo'lsa, ovoz qayerdan kelayotganligini inson ajrata olmaydi. Mana shu ilmiy tadqiqotlarda bir xulosasini aytadigan bo'lsak, o'ng tomondan bir mashina signal chaldi, o'ng quloq chop quloqdan avvalroq eshitar ekan. Qancha demaysizmi? 1 sekundni 1620 ga bo'lsangiz. Qancha muddat bu? Juddi ham aytib bo'lmaydigan muddat. Ana shuncha muddat ertaroq eshitar ekanda, o'z-o'zidan miyadan buyruq keladi, inson o'ng tomonga qaraydi. Birodarlar, bizni siz bilan jasadimizda shunday bir Alloh taoloning atoyotlari, in'omlari borki, biz o'ylanib ham o'tirmaymiz. Ikkita oyoq va mana bu quloq kanalidagi balans kanal akalar. Agar insonni quloqida mana shu tavozun deymiz, balans kanali bo'lmaydigan bo'lsa, inson to'g'ri yura olmaydi, yiqilib tushadi va to'xtay olmaydi. Agar mana shu kanal, mana shu balans kanali bo'lmaydigan bo'lsa, inson to'xtab olishiga uchun yurib ketayotganda, oyog'ini rasm berib 60-70 sm bo'lishi kerak ekan. Lekin mana shu ajib kanal borki, inson yiqilib tushmaydi. Oyog'ini razmeri o'ziga bir latif, muloyim, o'ziga bir mos bo'lgan holatda to'xta oladi. Agar mana shu kanal bo'lmaganda, birodarlar, biz hech qachon velosiped mira olmagan bo'lar edik. His qilamizmi shu narsani? Uxlaymiz. Og'zimizga so'lak to'lib qoladi. Kim uyg'onib yutib keyin yana qayta uxlaydi? O'z-o'zidan avtomatik suratda ketadi. Kim qildi shuni? Biz vaqtimizni tejash maqsadida ayrimlarni qisqa aytyapmiz. Tupurga to'ldi. Yutish kerak. Havo klapani yopiladi, oshqozon ochiladi. Tupurga yutdingiz, yana klapan qaytib tushadi, nafasni olaverasiz. Uxlaysiz. Bir kechada necha marta ontarilib-to'ntarilardik? 50 martaga yaqin inson ontarilib-to'ntariladi. Nimaga? Ana shu bosib yotgan tomoniga qon kelmay qoladi, uyushi qisishni boshlaydi, miyaga kamanda ketadi, xuddi biroq o'rgatgandek inson uxlayotgan holda to'ntariladi. Biz o'ylab ko'rganmizmi? Ey birodarlar, o'zi yeyishligimiz ne'mat, oson o'tib ketishi ne'mat, chiqib ketishi ham nima? Allohul mu'ti deyaptilar Rasululloh, Alloh ato qilguvchi bo'lgan zot. Biz o'ylab ham o'tirmaymiz bu ne'matlarni. Xulosa, bu juda ham katta mavzu. Gapirsak vaqtimiz yetmaydi. Lekin bilishimiz kerak bo'lgan narsa shuki, astagfirullah. Inna fi xalqis samawati val ardi vaqtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Albatta, osmonlar va yerning yaralishida hamda kecha va kunduzning almashib turishida aql egalari uchun Allohni tanitadigan oyat alomatlar bor. Aynakka shunday qaraganimizda o'sha haqida bir fikr qilib qo'yaylik. Robbimiz subhanahu va taolo al-Mu'ti, ato qiluvchi bo'lgan zot. Berib qo'yibdi deb ketavermasdan fikr qilaylik. Kim berdi? Nimaga berdi? Dunyoga nimaga keldik? Chiqib ketganda nima bor? Osmonlar, yer haqida, inson o'zini jasadi haqida fikr qilishi, birodarlar, iymonining bir qismi. Agar inson o'zini jasad haqida tafakkur qilsa, tana a'zolari haqida, aqli, ko'zi, qulog'i, oyog'i, bularning barchasi Alloh taoloning qudratiga dalolat qilishini albatta topadi. Robbimiz subhanahu va taolo al-Mu'ti, ato qiluvchi bo'lgan zot. Qala Robbuna allazi a'ta kulla shay'in xalqahu thumma hada. Parvardigorimiz barcha narsaga o'z xilqatini, shaklini ato etib, so'ngra uni to'g'ri yo'lga solib qo'ygan zotdir.